Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 6 ayning 6 kuni shanba. Bugun yana sizlarga ozroqcha uchurlarni yetkazib qo'yay deb chiqdim. Ovozim bu odamda o'qimadim. Bugungi asosan navbatdagi vaziyat haqida bo'ladi bugungi suhbat. Ehtimal xabarlarda bor. Bundan 10 kunlarcha burun Amerika'daki Avam Palatası'da Uyghur kişilik hukuk kanunu tasdiqlangan 6 ayındaki 2. günü Amerika'daki şu 3. orunda turduğan kişisi Nancy Pelosi bu kanun layihəsini Donald Trump'a üstüne apırıp verdi. Şundaqda bu kanun layihəsi Donald Trump'ın qo'liga o'tdi. Hatta bu başqa Donald Trump imzo qo'ysa bu rasmiy qonun bo'ladi. Donald Trump'a berilgan kun jami 10 kun ekan. Hani bu 10 kunni shu Ovam palatasi tasdiqlagan kundan boshlab hisoblamdi yoki bu Nancy Pelosi uni prezident qilib bergan kuni hisoblamdi. Bu menga aniq emas. Bugun Umar Qanotniki deyishicha bugun rasmiy 10 kuni bo'ldi gapganmi? Hatta 10 kuni bo'ldi ekan. Avam palatasi tasdiqlagan vaqt bo'yicha hisoblagan chog'da. Shunga rasmiy qonunga aylanishi mumkin deydi. Shunga ikkisidan qas bo'ladi bilmadim. Aytdim herhalde oz qoldi degan gap. O'tgandimi degandek agar Donald Trump imzo qo'ymaydi degan taqdirdami bu qonunga aylandi rasmiy. Endi biz Uyg'urlar shunchalik bir talaysiz ekanmiz deb o'ylab qolaman ba'zida. Bu qonun loyihasiniki hozirgidek bir ahvolga kelishi oson to'xtamagan. Dastlabda Xitoy virusiniki ish chiqdi. Xitoy virusi ishidan keyin hozir Amerikadagi bir qartallikniki o'ldirilishi bilan Amerikadagi nurg'un shaharlarda namoyish bo'lib ketib, Amerikaning beshiga yana bir yangidan boshqaroq paydo bo'ldi yaqinda. Shunga yaqindagi mana shu kunning ichida virusning ishini qaragan chog'da Amerikadagi namoyishning ishi biroz medialarni ko'proq egallayotdi. Shu sababdan Uyg'urlar haqidagi inglizcha dokladlar, xabarlarni biroz ozlab qoldi yaqinda. Bu sabablar tufaylidan. Agar ashlar bo'lmagan bo'lsa, bir qartalikning ko'lib ketishi ahvol bo'lmagan bo'lsa, ehtimol Donald Trump unga imzo qo'yildi deb o'ylayman men. Shundaqdimi bu qonunning rasmiy qonun bo'lishida gap yo'q. Agar Donald Trump imzo qo'yib qonun bo'lsa, uniki ta'siri sal o'xshamaydi deb o'zim shunday o'ylayman bu ishni. Lekin u chuqur qonunga aylandi. Ikkinchi bir ish, bundan 2 kun burun dunyodagi 9 parlamentdan 2 dan odam birlashib bir yangidan Xitoyga qarshi birliksa qurdi. Bu tünögünde e'lon qilingan son 9 davlatdi. Ularning ichida Amerika, Angliya, Germaniya, Avstraliya, Kanada, Yaponiya, Norvegiya, Shvetsiya va Yevropa ittifoqi qatorlarni o'z ichiga olgan. Bu birlikka Uyg'urlardan 2 kishi Uyg'ur kishilik huquqi haqidagi maslahatchi bo'lib kiribdi. Uning birisi Angliyadagi Rahima Mahmud Aslanımız yani birisi Türkiye'deki Erkin Ekrem, Doktor Erkin Ekrem işgalen maslahatchi bo'lib kiribdi bunga. Bugun Rahimaning deyishicha hozir 2 davlat qo'shilibdi. Shundaqda bu jami 11 davlat bo'libdi hozir. Bu birlikka kirganlar. Uniki farzicha bunga davomli yangidan davlatlar qo'shiladi deydi. Endi bu Xitoylarga qarshi bir xalqaro birliksak bo'lganlik uchun buning ahamiyati intayin zo'r. Yaqinqi bir eng Uyg'urlarni xo'shal qiladigan bir ish dunyo eng oxirida zodi Xitoy kompartiya hokimiyatining qanday hokimiyat ekanligini tunib yetdi. Hozir bir necha yangi atalg'ular chiqyotdi. Masalan, Xitoy kompartiya hukumatı bir terrorist tashkilot deydigan gaplar chiqyotdi. Amerikada mu rasmiy State Department davlatniki State Department degan idorasi mu Xitoyniki va'dasi tutmaganligini qattiq aybladi. Uzun muddatni yoqi Xitoy o'ziniki va'dasi tutmadi degan bu narsalarni qattiq aybladi. Andan keyin shu bir qartalikning kelib ketish munosabati bilan Amerika haqida ilib borayotgan
xato tashviqot, Xitoydagi yolg'on xato tashviqotlarni qattiq aybladi. Ishqilib Xitoyniki haqiqiy qiyofati dunyoga bag'ansiri kuchli darajada oshkorlanyapti. Bu bir nihoyatda cho'ng o'zgarish. Nimishqa deganda Xitoylar 2010-yillardan boshlab her yiliga 15 milyarddak dollardan pul ajratib, xalqarodagi o'ziniki yumshoq kuch ta'sirini kuchaytirishga tirishgan bo'ladi. Uniki bir tipik misoli o'sha chet ellarda qurilib ketgan 350 dak Kunzi instituti degan o'rin nurg'un oliy maktablarda, buning yerimi Amerikada, yerimi boshqalarga qurilgan. Mushini hozir endi umumyuzlik taqash to'lqini qo'zg'alib ketayotgan yerda. Bu bir misol endi. Shunga Xitoyniki hozir qadar qolgan 10 yildak mana tirishchanligi, o'ziniki xalqarodagi yumshoq kuchini turg'izish yo'lida qolgan tirishchanligining hammasi barbod bo'ldi hozir. Yaqinda Xitoy o'ziniki haqiqiy qiyofasini dunyoga oshkorildi. Dunyomi buni nihoyatda yaxshi tununyapti. Bu bizlar uchun ko'p fursat bo'ldi. Ehtimal diqqat qildinglar. Men to'xtamay inglizcha Twitterda bir narsa yozib, hozirgi Xitoyniki qilayotgan ishlarini, ularniki tarixdan buyon Uyg'urlar qilayotgan ishlari bilan birlashtirib, Uyg'urlar saqlagan zenkashligi bilan birlashtirib, har kuni degidek azroqdan yozib chiqib taqdiyotaman men buni. Hozir unimi bek yaxshi. Burun biz degan gaplarga bular ishonmagan. Masalan, 49-yili Xitoy Sharq Turkistonni ozodlik techish yo'li bilan bir pay o'q atmay egallagan emas. Ular 200 ming askar bilan kirgan. Ondan keyin Sharq Turkistonni egallab olgandan keyin bular ayni vaqtdagi Sharq Turkiston hokimiyatiga biz 3 yildak vaqt ichida Xinjiangdagi ishlarini radga sapirib chiqdimiz degan bular. Baga va'dasi bormi shundaq? Lekin u va'dasini butlay tutmadi. Men mush gaplardan tortib yozyapman hozir Twitterga. Uni yozdim. Lekin bu 6-ayning 4-kundagi Tiananmen voqeasiniki 31 yillik xotir munosabati bilan 5-yil voqeasida Uyg'urlarga qanday ziyon kelganligini unimi yozdim. O'shanni hammasini ularni yozyapman. Bularni Hong Kongdagi bo'lgan ishlar bilan birlashtirdim. Hozir ashta ishlar bilan birlashtirib o'tirib qo'ygan chog'da bu bizniki deydigan gapimizniki qayli qilish kuchi intayin kuchli bo'lyapti. Kuchli bo'lyapti. Şuna bu jihatda o'zim nayt qo'shal. Menikini yaponchaga yo boshqa tillarga tarjima qilib taqdim fikrlar bor. Sizlarga ko'p rahmat. Chiqib bu jihatga ishlar nayt yaxshi bo'lyapti. Xitoyniki haqiqiy abdi basharsini dunyo tartib qilib qo'ymagan darajada tunib yetyapti hozir. Buningga hammamiz qo'shal bo'lsak bo'ladi. Andan keyin yana bir ish, men o'zimning Facebook'ga chiqarib qo'ydim. Yaqinda 2 kun oldida 6-ayning 3-kuni Go'nggo'y Amerikadagi Trumpniki maslahatchisi Steve Bannon bir yangi narsa qurilganligini jakoladi. U nima desanglar, Xitoycha Xinjiang Lianbang dedi. Buni Uyg'urcha atsak yangi Xitoy davlati federatsiyasi deb atsak bo'ladi menimcha. Ash taraf bilan qurilganligini jakoladi bu. Endi bu yerda nurg'un qonuniy huquqlar bor. Bu Amerikada Xitoy davlati qurilib bo'lamdi deydigan. Bu jihatdagi ishlar hozircha menga aniq emas. Buningki bir alayiligi xalqaro matbuotga bu narsa ancha chiqmaydi. Asosan deganda xabar qilmaydi. Men tekshirib baktım. Bularniki e'lon qilgan bir bayonotnomasi bor. Uniki inglizcesini, andagi xitoychisini tepib, ularni ko'rib baktım. Uni birga men Facebook'ga chiqarib qo'ydim. Bununki aş bayonotnomasidagi 5-moddasida Xitoy Hong Kong malqi Omen deydi, Xitoycha Omen deganda ya, anikin Tibet larni tilga olibdi 5-moddasida. Anikin qolgan millatlar deb olibdi. Ashlarniki haqiqiy avtonomiya tuzumini eng tez suratda bekitib chiqamiz degan bir gapni debdi bular. Osonlik millatlar to'g'ri degan gapi faqat ashlam. Lekin Uyg'ur Sharq Turkistonni qatl tilga olmabdi. Ben bu to'g'riliq Facebook'ga biraz yazib qo'ygan. Onun da Tibetlarni Xitoylarniki ig'ir darajada ziyonkashlikka uchraganligini tilga olibdi ekan bu bayonotda. Endi Xitoylarning ig'ir ziyonkashlikka uchragan osonlik millatlar qatorida Tibetni tilga olgan ahvolda Uyg'urlarni cho'qim tilga olish kerakdi. Lekin bular olmabdi bu ishida. Men qattiq ümidsizlandim. Ikki ishdan.
Birisi endi Govungu'dan bak cho'ng umid kutmaymiz. Govungu yaqinda bir necha Uyg'urlar bilan ziddatlashib qilib, men bundan keyin o'z umrimda Uyg'urlarni ikkinchi tilga olmayman degandim. Endi bu mustaq bir federatsiya davlat qurib, shunga rahbar bo'laman degan bir odamning mushunda bir kichkinadan ish uchun, bir ishga odam bilan gap talashib qolganlik uchun bir millatni qattiq tilga olmayman, Uyg'urlarni qattiq tilga olmayman deyishi bu haqqanda o'lcham bilan qarasimi qattiq qabul qilib bo'lmaydigan bir narsa. Mush orqali Govungu o'zini biroz oshkorladi. Ben onundan köp ümit kutmaydım bu cihette. O mayli. Endi bunun içinde Steve Bannon var. Steve Bannon ayeti Amerika'da tesiri zor. Bir adam endi. Yani aşağıdan mı meneki perzimce bu bayanat namını bil yazgan bu alık için bula. Aş bayanat namı da Uygurlarına getirilmezliği şunu Steve Bannon mu turup bunun içinde. Govungu'nun besiminden aşağıda kırdı beni katıp ümitsizlendi. Bunda çoğu işlerde mandak paketla aynen ilişkirekti dep olayım Unda paket bir hürmet kılmagan her kandak organ adam benim nazarimden düşüp gidiyor. Şahsen ben şunu his kıldım. Endi 5. maddede şu Hong Kong, Oman, andikin Tibet ve başka milletlerindeki hakiki avtonomiya tüzülmesi nayeti tez süratli kurulup çıkıdı degandek bir gapni depti. Depti bunun karta Tibet Yaşlar Komiteti ona karşı bildirdi. Bizninki kelgüsü Tibet bir besbelingan zimin kelgüsü de Tibet'deki bir kandak tüzüm aslında yaşaydıqanlığını Tibetliler özü belgileydi. Onu başka iş kandak adamның belgileş hukuku yok da bir bayanattan meylan kıttı bula. Ben onun Twitter'e çıkarıp koydum. Bu ahval Uygurlar'ın maskededir. Ben yakında RFA'ya bu hafta azıcık söz bergen. Şu 4 iyun Tiananmen qirg'inchiligidan keyin shu Tianandagi o'quvchilar harakatiga rahbarlik qilgan bir qism kishilar Amerikaga qochib kelib olgan. Bunun ichida O'rkash Davlatmi bor, Vandami bor. Biz shundan keyin kurashganmiz. Necha qatim kurashib shu kelgusidagi Sharq Turkistondagi istiqboli qanday bo'lganligi haqida planlashgan. Men bu gaplarni RFA degan joyda unutib qolibman, shu men to'xtab qo'yay. U chaqda ularning degini biz Xitoy Kompartiya hokimiyatini ag'dirib bir federatsiya davlat quramiz. Bu davlatga Uyg'urlarniki kirishi kirmasligini Uyg'urlar o'zi qaror qiladi. Umumiy xalq bilan tashash orqali qaror qiladi. Biz bu jarayonda yordam qilamiz ularga. Endi bu yerda shu Uyg'urlar bilan kurashib hozir kelgusidagi Uyg'urlarning taqdiri haqida planlashishimizdagi maqsad biz kelgusida aşağı bir devletni qursak, Uyg'urlar bilan chegaradosh bo'lib yashaydigan bo'lganligimiz uchun ular bilan biz cho'qim bir yaxshi munosabat o'rnatishimiz kerak Uyg'urlar bilan. Shunga bunga biz hozirdan boshlab tayyor qilyapmiz, ideyati degandek gaplar bo'lmoqda. U chog'da ularning degani Xitoy davlati kelgusidagi davlat bir federatsiya tuzumi ostidagi davlat bo'ladi. Bunga Uyg'urlar kiramda kirmamda Uyg'urlar o'zi qaror qiladi degan andaq fikr o'tirib tushgan. Aşağı bu başka men bu paralar qatnashib, aralashib, fikr almashtirib yurgandik biz. Endi hozirgi ahvolga qarasanlar, bu jihatda o'zgarish pek cho'ng. Govunguning qiliqimi bir ish, boshqa demokratchilarmi Uyg'urlarning taqdiriga kelgan joyda hamiz jim bo'ldi, ko'pincha ahvolda. Shunga buni bilan sizlarga bir eskartib qo'ydim. Endi bu Govungu qilgan bu ishda bularniki bir yangi davlat qurganligi hech qanday xabar qilinmaydi xalqarada. Lekin shuningla munosabatlik xabar qilingan bir ish bor. Uni nima desanglar, Xitoydagi futbolchi Ho Haydong degan kishiniki deganlari. Mushu bayonotni e'lon qilgan vaqtda bu kishi o'zining ayoli bilan birga tang bayonotnoma berdi. Ularniki degan nihoyatda kuchli bir gapi bor. U nima desa, Xitoy Kompartiya hokimiyati insoniyat ichidan qo'lab chiqilishi kerak degan gap. Xitoy Kompartiya hokimiyati Xitoy Kompartiyasi insoniyatlarniki qatoridan qo'lab chiqilishi kerak degan bir gap. Bu hali keng tashviq qilindi, matbuotlar ko'p chiqdi. Endi Ho Haydongni sizlar qancha bilsam bilmayman, bu ayni vaqtda Xitoydagi nihoyatda dong'liq futbolchi ekan bu. 2002-yillik dunyo futbol musobaqasida bu Xitoy komandasiga nihoyatda cho'ng to'p qo'shgan ekan. Bu jami 41 top kirgizibdi 2002-yildagi dunyo futbol musobaqasida.
41 top kirgizib, shu chaqda Xitoyliklar chempionlikni olgan ekan. Futbol musobaqasining chempionligini olgan ekan. Shundan boshqa bu bek tanlıq ekan. Uning ayoli Yun Mochu deymiz biz, Xitoycha Yun Mochu. Yun Mochuniki shu Xitoy komandasiniki a'zosi bo'lib, u Olimpikda medalga erishgan ayol ekan. Bu ishkilisi bu qatim Xitoy Kompartiyasiga qarshi bayonot e'lon qilib, bu dayt ko'p xabar bo'lib ketdi. Shunga ularning rasmlarini ko'p ko'rdinglar bu jihatda. Mush yaqinda bo'lgan cho'ngroq ishlar mush 3, undan boshqa aytaman degan Xitoyniki haqiqiy qiyofatiniki dunyoda tunilishi bu jihatda Amerika burun o'tirib chiqarib baxmagan yangi atalıqlarni o'tirib chiqadi. Xitoylar to'g'riliq, ularning yolg'onchiligi, shu 200 milchiligi, shu qartlarning ülkesi nasıl qilgan asri. Anikin ularning tarixdan bu yan, 70 yildan bu yan qandaq bir hokimiyat bo'lib majbur keldi to'g'riliq, naiti isli gaplar o'tirib chiqdi. Bu shu yaqinqi cho'ngroq xalqaro xabarlar shu, ulardan biraz münasebetlik. Endi vatanning kahvoliga kelsak, vatandan yaqinda kelgan xabar pek chiq emas. Ba'zi xabarlar keldi, lekin konkret ahvol yo'q. Masalanga hozir G'uljida ahvol intan ig'lishib ketdi degan uchur keldi. Lekin konkretni qandaq ig'irlashdi degan savolga javob yo'q. Yaqinda pek ig'lishib ketdi degan gap keldi menga. Yana bir ish o'tganda xabarlarda bor. Xitoy hukumati bir qism Uyg'urlarga pasport berib, chet elga chiqarib, ashta qilgan. Tuqqanlarini bilan ko'chtirdigan ishlarni qilgan. Hozir ularni butunlay to'xtatib, pasportlarni butunlay qaytadan yig'ibdi. Yalnız Uyg'urlarga emas, hozir Xitoylarning pasportini yig'ibdi ichkirida. Endi menga kelgan uchurda deyilishicha, Xitoy aslida mana bir qism Uyg'urlarni chet elga chiqarib, ko'chtirib qilsak, bizniki ko'z bo'yamchilik tashviqotimiz uchun foydasi bor deb o'ylab ekan. Keyin qarasa, unday natijaga erishamaganligi uchun Bağız uranı aptepeştirisi içerikle kekeldiği için hazır hem de onun totatmanda kılıyordu. Bana belki düşündürülüş aşınarak. Mavu bir haftanın içinde bu vatkan bir eşe değiş var. Şark Türkistan'da. Bunu çeteldeki kırdaşlarımız bilip gerek. Hazır bula şu Amerika'daki Uygur kişilik hukuk kanununu hatta teşvik edip şu kanunun tasdikleşi bilen çetelde turup kalan Uygurların hemsini qaytırıp etdi, Xitoyga qaytırıp etdi degan gaplar taqat bo'lib turibdi. Ashna bilan chet elda tuqqunva bir qism Uyg'ur ota-onalar, qarindoshlar aytdi, ko'chib qolgan ahvol bor ekan. Shunga agar imkoniyatinglar bor bo'lib qolsa, vatanga uchir yo'llab tuqqanlaringlarga unda ishninki yo'qligini deb qo'yinglar. Yangidan chiqqan qonun loyihasi chet eldagi Uyg'urlarni burunqidan behrab qo'g'daydi. Hargizda qaytaradigan ish yo'q. Xitoy ashning to'g'riligini ta'til tashviqot qilib, Uyg'urlarni vahimaga solib qo'yib turibdi. Şuna vatandaşlarga xabar yo'llab qo'yinglar. Men sal diqqat qilgan yana bir ahvol yaqinda shu Xitoy Uyg'ur qizlariniki Xitoylar bilan to'y qilayotgan videolari ko'plab chiqyapti hozir. Bu bir Xitoylarniki cho'ng plan ichidagi ishdi, bu bo'lib kelayotgan. Endi bu videolarniki ko'plab o'tirib chiqishi hozir yana bag'ansiri chet elni ko'ndirish uchun qilyapti, uqmadim. Yaqında mesela videolar köp çıkmadı, ihtimal açtak işler biraz köpüp kalgan buluş mümkün. Çek Türkistan'da Uygur kızlarınki Xitoy bilan to'y qilish ahvoli köpüp kalgan buluş mümkün. Şuniki bir ifadesi mümkün deb tushundim. Şu vatan haqida bu hafta pek ko'p xabar yo'q, müşterik bankdagi ahvollar. Endi o'tganda masalaga Amerikadagi bir donliq tarixchiniki kitobidagi bir mazmunni degandim. Medeniyet adam türünü keltirib chiqarganligi haqida shunga Uyg'urlar bundan keyin to'g'riliq qattiq o'ylanmasa bo'lmaydi degan narsani o'tirib qo'ygan. Bu kitob mushtaq kitob o'zi bek qiyin emas. Men to'xtamay o'qiyman, bu kalamda arlamaydi. Kechasi uyqum kelmay qolsa mushtaq deb o'qiyman hozir. Bu kitobda deyilgan yana bir qism muhim mazmunlar bor, hukmlar bor. Men buni azazdan sizlarga deb qo'y, o'ynashinglar uchun deb o'yladim. Bugungi deb qo'ydiganim endi ma kitap yozgan adam insoniyatniki madaniyatlashish tarixini xulosalab 6 tom yozib Amerikada prezident medal qilishga adam. Shunga bu adam tarix bütün insaniki madaniyatlashish tarixini xulosalagan adam edi. Bunday chaqda. Buningda deyilgan bir muhim gap bor. Ama şu
İnsanlar ve din degan bir mazmun var. İnsan ve insanlar ve din degan mazmun. Aşağıda deyilişçe bu adam xulosalab ko'rsa inson tarixida mundaq bir narsani bayqagan. Yaxshi amal qilib yashagan insonlarniki erishgan yaxshiligi bilan yoki mukofoti bilan duch kelgan yomonlik, erishgan yomonligi son jihatdan agar statistika qilsa asosiy jihatdan o'xshash deydi. Agar siz nihoyatda bir isil millat bo'lib, nihoyatda yaxshiliklarni qilib yashagan bo'lsangiz, shu millat butun yaxshi amallarni qilib yashagan bo'lsa, ularniki butun tarixda, inson tarixida erishgan yaxshiligi bilan, mukofoti bilan duch kelgan yomonlik, erishgan yomonligi son jihatdan, statistika jihatdan o'xshab qoladi deydi. Kitobda deyilgan emas bu. Bu odam bunday deydi. Hamma insonlar tadrijiy taraqqiyot qonuniyatining siniqiga, mavjudlikni saqlash siniqiga, zaman ve makonga eng moslashgan insonlarla hayot qoladiganligidan iborat qonuniyatning siniqiga duch keladi. Hamma insonlar zaman ve makonga moslashgan insonlar yashaydi, moslashmagan insonlar yo'qaydi degan mushu qonuniyatning siniqiga duch keladi deydi. Bütün hamma insonlar. Endi ba'zi insonlar muşta qonuniyatning siniqidan qutulib qolgan. Ular bunda qonuniyatniki siniqiga duch kelmagan. Ashta ahvoldimi? Ularniki shu sinoqqa duch kelmasligidagi sabab ular boshqa guruhlarning yordamiga erishgan deydi. Boshqa guruhlarning yordamiga erishgan. Lekin boshqa guruhlar yanalam shu qonuniyatning siniqiga duch kelgan deydi. Bu gaplarniki mazmuni intayin cho'nqur. Ana lekin bu gaplar bizniki bu diniy o'limalardan anglaydigan gaplarimizniki mazmuniga ancha mos kelmaydi. Bir narsa eslatib qo'yaman, mening ko'z qarashim emas. Kitobdagi mazmun men chet eldagi qarindoshlarni mushta tarixiy saboq nima ekan, tarixiy xulosa nima ekan, bunda xabarlar bo'lib qolsin, o'ylansin deb da'vatman bu gapni. Bu gap endi bo'lib qolsin. Kitobdagi gap shunga endi hozir biz Uyg'urlar intayin og'ir kunga duch keldik. Nurg'un qarindoshlar Allah'dan çok ümit kütüp atıdı. Bu demen ictimai taraflarda davam köp turman. Biz Allah qutquzudu deb açta qarab ümit varlıqlı yaşayotgan xalq köp qarindoshlar bor. Endi maktablarniki kitobning deyishicha alaqi hozir qadar o'zini saqlab qolgan millatlar asosan shu faqat zaman makonga moslashgan insonlar hayot qoladi, qolganlari tugaydi degan qonuniyat bo'yicha saqlanib qolingan deydi maktabda. Shunga bundan xabardor bo'lib qolinglar. Bu gaplarniki deyishimdagi sabab men burma deb kelyapman. Biz Uyg'urlarniki o'zini qutuldirish vazifasi eng oxirida Uyg'urlarning zimmasiga tushadi. Men o'tgan qatimda dedim, hozir bizga agar yordam keldi desa, yordam kelish ehtimoli bor bo'lgan ikki cho'ng manba bor. Onun birisi Allah, lekin Allah bu cihette de Uygurlarga bir şerpi vermedi. Mesela kutulurman deydi. İkincisi Amerika. Amerika hazır bağan sıra Xitay bilan qatı tutuşuyordu. Hem de bu Xitay bilan elişip ularni yengish işiniki ancha asan to'xtamaydiganligini his qilyapti. Men yengidan chiqayotgan uchurlarda shuni his qilyapman. Biz mushtaq bir ahvolda hozir. Shunga meniki deydiganim boshqalardan yordam qiladiganligiga biz kafolat qilolmaymiz. Lekin biz o'zimizniki qanday yashaydiganligini o'zimiz tanlaymiz. Ashta bo'g'ashqa Uyg'urlar yenilamkin uzun muddatlikka ijodini tayyorlab qilib, eng oxirida biz o'zimiz qutqizmaymiz. Shunga hozirdan boshlab mushun tayyorligini qilishtiraylik deydigan bir ideyada yashash kerak. Meniki ma gaplarni bilgan deyishimdiki maqsad shu. Buni qayta takrorlab qilyapman sizlarga. Yani bir narsa ben öteki qatamı dedim, şu teşvikatni, chet el tildagi teşvikatni kuchaytirishni pek zarurligini. Hozir Türkçe ve Xitoycha teşvikatlar yaxshi bo'lyapti. Shu bir yosh ukalar Twitter'dan foydalanib, boshqa Instagram'da bormi onu uqmayman. Meniki Instagram hesabım yo'q. Shunga narsani ko'rmayman. Ammo Twitter'da nihoyat aktiv bir top ukalar shakllandi hozir. Ola to'xtamay Uyg'urlarniki nasrini Türkçe tashviqotidir. Xitoychada tashviqoti yaxshi. Endi bizniki aciz nuqtamiz Arabcha, Yaponcha, Ruscha
ve Avrupa tillardagi tashkilotlar bundan keyin Uyg'urlarniki davası uchun biraz əmil töhfə qo'shay degan qarindoshlar yoshlar bo'libmi mush jihatda ko'proq tirishsanglar yanilamkin bu jihatda agar mendan so'rasanglar bir qism yordamlarni qilaolmayman man bir o'zaro uchrashtiradigan guruh shakllantiradigan jihatlarda shunga mush jihat ishlarni kuchaytmasak bo'lmaydi yana bir narsa mening deb qo'ydiganim Dünya Uyghur Proteiniki bir yoshlar bo'limi bor bu yoshlar bo'limi chet eldagi yoshlarni tashkillab bir ahamiyati va qiymati va ishlarni qilishga har vaqt tayyor agar sizlarda bir yaxshi ideyalar bor bo'lib va uyg'urlar uchun bunday ishlarni qilsak deb yoshlarga mos keladigan ashta ideyalar bor bo'lib agar sizlarga yordamchi kerak bo'lib qolsa Dünya Uyghur Proteiniki yoshlar komiteti sizlarga yordam qila oladi buni sizlarga deb qo'yay agar ular bilan aloqalashman desanglar men aloqalashib qo'yaman mushtaq manbalar bor bizniki mushtaq boyliqlarimiz bor foydalanaman degan yoshlar uchun bu uchuq bu jihatdan foydalansanglar bo'ladi men yaqin yoqi yana kuchab qilayotgan ishlarning birisi shu inglizcha tashviqot abiyatin ozroq dedim bu vatandan kelgan videolarni men ko'pincha inglizcha mazmunlarni yozib bosh oxirini bog'lab bir-birisiga bu hozirgi xalqaro vaziyat bilan qaysi jihatdan moslashadiganligi uyg'un shularga bog'lanishligi borligi mashlarni qo'shib to'xtamay yezib chiqaryapman man yaqinda chiqargan videolardan masalan bir uyg'ur qizniki bir xitoylik to'y qilgan uniki o'g'li yig'layotgan bir mashinada bir ko'rinishni chiqardim undan keyin o'rta maktab bolalarini zavodlarga o'rlashtirgan ahvolni chiqardim andan keyin 5 yildan keyin odam tutish to'g'risida bir video bor burun ko'p tarqalgan bu lekin kirish qatim soni ancha ko'p bo'lmagan man unig'imi biroz inglizcha mazmun yozib u voqeani Tianmen voqeasi Tianmen qirg'inchiligi Hong Kongdagi voqealar Xitoyniki tarixdan buyon uyg'urlarga qilayotgan zulmlar bilan moslashtirib narsalarni yozib chiqib 5-yilda nima ishlar bo'lganligini bularni qo'shib yozib chiqib birga tarqatdim buningda 5-yilda oid chiqqan g'arbdagi tashviqotlarning hammasi axlat tashviqotlar asosiy jihatdan men bu gapni tilga oldim yozmamda nima ishqa desa shu qatam qirg'inchilikda 200 ga yaqin odam o'ldi ularning ko'pinchisi Xitoy degan tashviqot bor pek ko'p bo'ldi bu tashviqot bu son hozir qadar tilga olindi xalqaro mana g'arbdagi matbuotlarda boshqa buni o'tirib qo'yib bularning hammasi axlat dokladlar bularning hammasi axlat emas bir doklad bor Yevropada bir donliq muxbir yozgan bir doklad bor unimi qo'shib chiqardim buningga u dokladniki biroz tarixiy ko'rinishi bor maslaga deb qo'yay men 5-iyuldan burun vatanga borgan men 5-oyning oxiri berib 6-oyniki 5-ida qaytib keldim uningki 5-iyul voqeasi bo'ldi 5-iyul voqeasi bo'lib necha kun o'tgandan keyin meniki ba'zi yaqinlarim maxsus aeroportda o'tirib Beyjingga berib ko'chadagi pul to'laydigan telefon qilib menga shu yerda bo'lgan ishlarni deb bergan bo'libmi Xitoy hukumatiniki 2 soat to'xtovni o'chirib o'tib uyg'urlarni 2 ko'chaga yig'ib andan keyin harbiy mashina va qurol ashta mashinalarni haydab kelib o'q tutib uyg'urlarni o'ldirib ularning jasadlarini kechichi cho'ng mashinalarga tashlab bir sayga olib ko'lab ko'mbatgan andan tong etib bo'lchilik butun qonlarni yuvib ashta qilib bo'lgan falan deb berganman mana deb berganda men buni inglizcha yozdim İngilizce neçe bet qilib yezib bir neçe tunuşlarımga dedim tunuşlarımdan birisiniki muxbir tunuşu bor ekan ular uni o'tdi shuninglar u muxbir shuni asosan bir maqolani yozgan u maqol to'rda hozirmi bor bunimi mushqatim shu 5-yil voqeasidan keyingi odam tutish Urumchidagi odam tutish videosini birlashtirib bunimi chiqardim shu chog'da haqiqiy ahvolni bayon qilgan inglizcha manbachidan mushu biroz haqiqatni dedi qolganlarning hammasi Xitoy hukumatiniki tashviqotidagi sonlarni iboralarni shu paytda ishlatdi deb buni o'tirib qo'ydim buningki hozir bu videoning ko'rilish qatim soni yaxshi hozir 8500 qatim ko'rilibdi undan boshqa Uyg'ur bolalariniki sama ustida o'ynayotgan videosi bilan burungi vaqtlarda Makka nimada Hetkani oldida Uyg'ur bolalariniki sama ustida o'ynagan videoni
bu yılki hatta Uyghur balalarındaki Xitay için usul oynaydigan sılınğalığı videosunu birleştirip onu mu çıkargan onunkini mu külüş katım sahne 8 bin yakın veripti. Neme ma bu cik küçük balalarını bir yere yığılıp kultu atkan bir video vardı. Onu burun açıp çıkıp şurgen ama kahla dikkat etmedi. Şunundaki o ki onu kaydı çıkarıp bununki kanak şikayetliklerini yazıp İngiliz çıkargandım. Onu köygen adamın sahne hazır 46 bin katını açtı. Hazır eğer şu çetel tilinde teşvikat yaparım desanglar, ben her günü bir nasıl çıkıvatıman Twitter'a. Bu meniki külük vazifemnin içindeki mühim bir kısım. İşte bu başka, ben çıkan nersini Google'da tercüme kılıp, uzanlarındaki bildiğin tiliga, mesela Arapçaga, Japoncaga, Rusçaga tercüme kılıp, onunki gramatikalarını ançmış onşap çıkarıp koysanlar mı, çok teşvikat buludu. Bu intayın erzan, işgal pul gittiği işlemez bu. Kullanmadı batıl fındık kılıldı ya ki kompüter kullanırken. Hazır onun Google tercüman belki küşün ketken bu kalıp için bunu aşağı asalık kılı bulurdu. Şuna milletke müşü saat işıklay degen ufkula atılığına bununla. Hazır andi ben ötkende dedim. Hazır xalqarada Xitay'niki hakiki Xitay hakimiyetinin hakiki mayetini düşünüp yetişeceklerde yenilikler buatıdı. Lekin kaçarlıkka Xitayga bir kol selenip Xitay Kompartiya hükümetin ağdırıldı bunu bilmeyimiz. O ağdırılgan takdirdi mi? Uygurlarniki onun keng takdir kanak buldu bu müpte karango. Ben burun bu cihete azrakken kakandım. Hazır andi Xitay Kompartiya hakimiyeti ağdırılıp gelse onun ızığı kim çıkıdı deken bu sual mı var? Bu cihete mi oyunu baksak buludu. Hazır Xitay'ın içinde bir cahil milletçi Xitaylar var. Bular niki köpüncüsü Xitay harbisinin içinde bular. İngilizce Chinese Hawks deydi bular ne? Şu milletçi Xitaylar. Bu milletçi Xitaylarniki nimisi Xitaylarniki karakteri hazırki Kompartiya hükümetini besip düşüşüdeki ondan yenik emez. Bundaq bir ahval var. Bu doğru oynaş gerek. Endi chet eldeki xalqaro demokratiya gücü. Bu güçte men deb kelayotgan ahvol ular Uyg'urlarniki mustaqilligini tilg'amayotidi. Uning ustiga bular bir kuch emas hozir. Masalan, vaqtim Gongi qatorli e'lon qilgan yangi Xitoy davlati federatsiyasi buning atrofida hech qanday qolgan demokratchilar yo'q. Xitoy demokratchilari inta chechiliq chet elda hozir. Agar Xitoy Kompartiyasi ag'dirilsa, uning iziga bular bir hukumatlik bir narsani shakllantirib, Xitoy davlatini qo'lga olamda olamamda unuqmaymiz. Olgandan bizning taqdirimiz endi qanday bo'ldi buni bilmaymiz. Shunga o'tganda men dedim, Xitoy Kompartiya hokimiyatining urush bilan ag'dirilishi bilan tez yo'l ag'dirilishida kelib chiqadigan keyingi oqibat qat'iy o'xshamaydi bir-birisiga. Agar urush bilan ag'dirilsa, Amerika urush qilib qolsa Xitoy bilan ag'dirilsa, o chaqda bizga umid cho'ngroq degan gapni dedim. Bu ko'z qarashda men hozirmi boshqa o'ylayman men buni sizlarga deb qo'yay. Oxirida deydiganim har qatim sizlarga shu yoshlarniki o'z-o'zini tarbiyalashiga oid ozroqdan gapiray deb o'ylayapman. Hozir yaqinda o'zim aldirash keyincha bir muvofiq usulni tepib Müsiyette yaşlılara mahsus diksiyasiyaga işlanım kılmamı bu doğruluğumu oylashyotiman. Endi men lider to'g'riliq 3 kitap yazdım dedim o'tganda. O 3 kitapda 3 maqola liderlik ve dairlik haqida. Mening undan boshqa yozgan yana bir maqolam bor. Bir liderda cho'qim bo'lishga tegishli 21 sifat. Men Amerikadagi bir donliq yozuvchi yozgan bir kitapni bir maqola qilib yozib chiqqan Uyg'urcha. Bir liderde çokum buluşuk tegişlik 21 sifat degan kitap. Ben hazır chet elda bu gruplarni tashkillab ish qilayotgan yoshlarga mushuni bir o'qib beqishni tavsiya qilaman. Meniki bilishimcha hozir yoshlarniki cho'ng tashkilotlarida ikkita tashkilot bor. Birisi Turkiyadagi Uyg'ur yangi nesil hareketi degan bir tashkilot bor. U hozir qanday ahvolni konkret ahvoldan xabarim yo'q. Ama onun kurulğalıqdan xabarim var. Anladıkken ben neçə gün aldığımda yeni bir nəslinin gözümün içində tuturdum. Dünya Uyğur Yaşları Qurultayı degan bir qurultayım mübaken. İhtimal sizlar men holatlarni epirib atsizlar, men konkret ishlardan xabarim yo'q. Endi
Şundaq işlarni qilayotgan yosh ukalarga mening deydiganim, bir ishni tushunmagichilik o ishni qilmanglar. Hozir dunyoda bilim bek ko'p. Men amaliyotda shu Uyg'ur yoshlariniki o'zini tarbiyalashiga foydasi bo'lsin deb Uyg'urlarniki shu o'zini kuchaytirishi bilan munosabatli sohalarning hammasida dunyodagi eng ilg'or, eng dunyoda ta'sir qo'zg'agan kitob, maqola narsalarni tepib, işte bir kitobni bir Uyg'urcha maqola qilib, ashta qilib yozib chiqdim. Mening maqolalarim 15 kitob bo'ldi. Onun 7'sini nəşr qıldım, 8'ini nəşr qıldım, amma o PDF şəklində mən tor betimdə var. Hamısını bir qağa düşürüb oldu. Endi sizlərə bir qatındılan bək köp nərsəni dəvəsəm, onu həzm qıla bilməysizlər. Şuna az-azdan davatıman, hər həftədə az-azdan. Bolsa, şu chet eldə bu Uyğur fəaliyyətləri bilan şug'ullanayotgan ukalar, aşınağa yetəkçilik qılayotgan ukalar, başlanğıç qılayotgan ukalar, məşqi maqalını oxuyub qo'yinglar. Bu iki maqolada bir-birisiga zid keladigan azroq narsa bor. Men buni eskartib qo'yay. Talanshunoslik. Talanshunoslikda odam o'ziniki yetersizligini to'liqlig'iga qaragan chaqda o'ziniki ortiqchiligini texmo kuchlantirgani yaxshi degan uqum bor. Siz o'zingizniki yetersizligini to'liqlayman deb haplashgan qaragan chaqda siz o'zingizniki ortiqchilikni, qobiliyatni, talantni texmo kuchaysangiz, uniki sizga bir qanday unumi yaxshi bo'ladi degan uqum bor. Anda yan birisi bir liderde çoxum buluş teyişlik bir süpət degan gap var. Çoxum buluş kerak. Meyada anaqlıqı sen özünki artıqçılığını küçəytken ama acizliğin bilan bək əpliş ketmegen degan gap var. Bu ikisi əgər obdan oxusanız bu maqalarını uncha ziddiyatli emas. Səbəbi nima degan çağda birisi sizniki kasbiy jihatdagi ahvolingizga qaratilgan. Siz qaysi kasbni qilib yashaysiz? Mesela kas kesip okuyusuz almatı okumakçı olsanız, hani kelgisiz şoğlanmakçı olsanız, kas kesipte şoğlanırsınız. Bu cihette siz özünüz yaş kılanmaydıgan, artıqçılığınız yok, talantınız yok, bir kesip kırıp kalsınız, ömür boyu kıyınlısınız. Birisi o kesindeki yukarı palası çıkışta kıyınlısınız, ikincisi canınızı yaş bir kıyınlısınız. Şuna siz en yaxşısı özünüzde talant var, özünüzde artıqçılık var, kesip kirip, şunu qilin degan ma'noga bordim. Endi liderda bo'lishlik işte 21 sifat degan narsa buni haqla 50 yil, 100 yil tadqiq qilib dunyoda yashab boqqan liderlar, doilar ashani tadqiq qilib yurib yaklab chiqqan narsa. Agar yaxshi lider, yaxshi doi bo'lay desa, ash narsadan cho'qim bor bo'lish kerak. Shunga agar siz bir lider, boshlanuvchi yetakchi bo'lsangiz, sizda atalan 21 sifat bor bo'lish kerak. Bu 21 sifat nima? Bunu çoxum bilishiniz kerak. Çoxum bilib, agar sizda kamyalari bo'lsa, uni to'ldirmasangiz bo'lmaydi. Agar siz ashuni to'liq to'ldirmasangiz, siz bir layoqatli lider yoki layoqatli doi bo'la olmaysiz. Shunga men ukalardan sonra umid qildiganim, mush ikki maqolani o'qib beqinglar. Bugun men videoning ostiga buniki tor adresini qo'yay. O'qib beqinglar, buniki ovozli nusxasimi bor deb o'ylayman men. Onu tepip onu mesela köpek mi olur? Şuda qilib bugün dedağalarım bu şunchalik ben qisqa qilman desam inson uzrab ketdi qachon apu qilinglar. Xudoyim bo'lsa kelar hafta ko'rishaylik, ko'rishishlik aman bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.